PUBG Mobile'ga sun'iy intellekt qo'shilyapti desam ishonasizlar. bir obnovleniyada Sanuk kartasiga Loot Truck degan transport qo'shilyapti. Bu transportni faqat maxsus joylardan topsangiz bo'ladi. Eng qizig'i bu mashina sun'iy intellekt bilan boshqarilgan. Qanaqasiga bilmadim, lekin ma'lumotlarga qaraganda sun'iy intellekt bilan mashina boshqarilar ekan. Sanuk kartasini maxsus joylarda xarita bo'ylab harakatlanar ekan. Eng yoqadigan joylari bu transport ichida to'la loot bo'ladi. Buni men ko'rishim bu videoda ham otib turib ichidagi lootlarni olsak bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha bu transportda juda ham kam odam ishlatadi. Nimaga deganda, Sanuk kartasini asosan bootcamp uchun o'ynaydiganlar juda ham ko'p. Shaxsan o'zim ham faqat bootcamp o'ynab chiqib ketaman. Sizlarning fikringiz qanaqa? Yengil sizlarga yoqdimi?